Amir Temur siyosiy faoliyatida bir qancha strategiyalar bor va bu strategiyalar uning davlatchilik faoliyatida muvaffaqiyat keltirgan. Shulardan biri 1380 va 81-yillarda qilingan Xuroson yurishi. Amir Temur barcha yurishlarda ham to'liq harbiy taktikalar va strategiyalar bilan g'alaba qozonmagan, balkim psixologik urushlar va aholini ma'lum bir davlatni manipulyatsiya qilish yo'llari bilan ham erishgan g'alabalarga. Shulardan biri 1381-yilda Hirot yurishida sodir bo'lgan. O'sha paytlarda Hirot hukmdori Amir Temurning shimoldan Xorasonga yurish haqida xabar topgan va u Xorasonda Hirot shahrini mudofaa devorini qayta qurishni, mustahkamlashni boshlagan va bu uchun aholini majburiy ishlarga jalb qila boshlagan va bu aholida turli noroziliklarni keltirib chiqargan. Shuning uchun Hirot yaqinida yashagan Tayobod qishlog'idan bo'lgan Shamsiddin Tayobodiy unga xat yozgan. Siz bekordan bekorga aholiga zulm qilib devorlar quryapsiz. Agar ajal kelsa, bu devorlar sizning joningizni saqlab qola olmaydi degan. Lekin u esa bunga rad javobini bergan. Ya'ni darvishlar hukumat ishlariga aralashmasinlar degan. Shundan keyin u xafa bo'lgan va bashorat qilgan. Sening bu ishlaringni Alloh jazolaydi va Alloh sening shimoldan kelgan bir oqsoq odamning qo'li bilan taxtdan tushiradi deb u bashorat qilgan. Shundan keyin 6 oy o'tib Amir Temurning Xuroson yurishi boshlangan va Hirot shahriga borganda u qamal qilgan. Qamal qilganda Amir Temurning josuslari va razvedkachilari Hirotdagi hukumatga nisbatan kayfiyat yomonligini sezgan va Temurga yetkazganlar buni. Natijada Amir Temur bu haqda voqif bo'lgandan keyin urushdan oldin kamonchilarga topshiriq bergan. Shuning uchun ham Amir Temurning kamonchilari faqatgina jang paytida emas, balkim jangdan oldin ham Amir Temurning strategiyasi bilan shug'ullangan. Ular kamonning uchlariga hududlardagi, turli mahallalardagi mahalliy aholiga bir xil mazmundagi xat yozib kamon o'qlari orqali uchirganlar. Ya'ni unda siz agar hukumatingizni, sizga zulm o'tkazayotgan hukumatingizni qo'llab-quvvatlamasangiz, siz urushdan chetda tursangiz, biz Hirot taxtini olganimizdan keyin sizga ma'lum imtiyozlar beramiz degan nomalar yuborilgan. Shu yo'l bilan aholiga bu targ'ibot, tashviqot bo'lgan o'ziga xos. Va Amir Temurning Hirotni qamal qilish natijasida Hirot hokimi G'iyosiddin Malikni mahalliy aholi qo'llab-quvvatlamagan. Natijada Amir Temur bu hududni osonlik bilan egallagan. Shundan keyin Amir Temurga ma'lumot yetkazganlar. Bu haqda bir paytlar bir shayx xabar bergan edi, buni bashorat qilgan edi, sizni Hirotni osonlik bilan egallashingizni bashorat qilgan edi deganda, shu bashoratchini xohlasangiz oldingizga olib kelamiz deganda, agar u bashorat qilgan bo'lsa, oldimga olib keladigan odam emas, mening o'zim boraman uning oldiga degan va shayx Shamsiddin Tayobodiyning oldiga borgan va shundan boshlab 1381-yildan to Shamsiddin Tayobodiyning vafotiga qadar 89-yilga qadar Amir Temur uni per tutgan o'ziga. Va Shamsiddin Tayobodiy bilan Temurning uchrashuvi haqida ham manbalarda ma'lumotlar bor. Unga ko'ra u aytadi Temurga, ya'ni Temur undan so'raydi, siz aholiga zulm qilishiga G'iyosiddin Malikka qanday yo'l qo'yib berdingiz deganda, men uni ko'p ogohlantirdim va u mana shu zulmlar tufayli mana oxiri mahv bo'ldi, mag'lub bo'ldi. Men seni ham ogohlantiraman, agar adolat qilmasang, sen ham bir kun kelib G'iyosiddin Malik kuyiga tushasan degan. Shundan keyin Amir Temurning unga ixlosi oshgan va yuqorida aytganimizdek, uni o'ziga per tutgan edi. Sohibqiron Amir Temur o'zidan avval yashagan hukmdorlar, ularning jang taktikalari, mahoratlarini yaxshi o'rgangan. Jumladan Makedoniyalik Aleksandrdan jangdan oldin kengash tuzib, maslahat bilan keyin jangga otlanganligi haqida ma'lumotlarni o'rgangan bo'lsa, Chingizxondan esa o'rta asrlarda qo'shinni tuzish taktikasini 10lik, 100lik, 1000lik tuman shaklida boshqarish kerakligini zaruratda o'rganib chiqqan. Sharafiddin Ali Yazdiy o'zini zafarnomasida Sohibqiron Amir Temur bir paytni o'zida 10,000 askarni safga torta olganligi va u kishi nutq so'zlagan paytida 10,000-chi askar Sohibqironni bemalol eshitganligi haqida ma'lumotlar yozib qoldirgan. Amir Temur qo'l ostidagilarga yoki fuqarolarga nisbatan qilingan ziyon yoki biror bir shikast yetkazilsa, ularni shikastlagan odamlardan qattiq o'ch olgan. Masalan, 1387-yilda Amir Temur Isfahonga yurish qilgan va bu yurish natijasida Isfahon hukmdori bilan kelishuvga erishgan. Kelishuvga ko'ra Isfahon hukmdori unga moli omon solig'ini to'lash kerak edi. Va bunga ko'ra Amir Temur Isfahon hukumatiga to'la ishonmaganligi uchun o'zining qo'l ostidagi soliq yig'uvchilarni, ya'ni muhassillarni Isfahon shahriga soliq yig'ish uchun kiritgan va o'zi kelishuvga ko'ra yo'lda davom etgan. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin, u ma'lum masofa yurgandan keyin unga juda xunuk xabar kelgan. Isfahonga kiritilgan Amir Temur qo'l ostidagi 3000 kishilik soliqchilar
Isfahon hukumati va aholisi tomonidan qatl etilgan va boshlari devor darvozalariga ilib qo'yilgan bo'lgan. Va Amir Temur mana bu 3000 kishi uchun qattiq jazolagan va Isfahon qal'asi bosib olinib, isfahonliklar Amir Temur tomonidan qattiq jazolangan. Bu shuni ko'rsatadiki, Amir Temurning ortidan yuzlab, 100 minglab, 200 mingga yaqin qo'shinning doim birga yurishi, Amir Temur atrofida sadoqatli jangchilarni, sarkarlarni bo'lishi, ular Amir Temurga qattiq ishonganlar. Chunki fuqaro sifatida ularning oilasi va ularning o'zlarining joni Amir Temur tomonidan daxlsiz qo'riqlangan. Amir Temurda o'ziga xos ziyorat odobi shakllangan ekan. Yurishlardan qaytib kelyapti. Albatta kechga kelishga harakat qilgan. Kech orqali kelishga harakat qilgan. Kelyaptida birinchi navbatda Amir Temur misol uchun kechda yashab o'tgan olim va ulamolarning qabrini ziyorat qilyapti. Ikkinchi, shu o'tgan olim va ulamolardan o'ziga dars bergan, o'zini ustozlarining qabrini ziyorat qilyapti. Uchinchisi, keyin ota-onasining qabriga o'tyapti. Qarang, mana shu yerda ham, shu ziyorat odobida ham ustozga bo'lgan Amir Temurning hurmati nihoyatda yuksaklik ko'rinib turibdi. Amir Temurning qurultoylari nihoyatda maxfiy bo'lgan. O'sha davr muarrixi bo'lgan Ibn Arabshohning yozishicha, Amir Temur qurultoyda mashvarat qilgan xulosasiga ko'ra, ya'ni biz falon joyga yuramiz degan qat'iy qarordan keyin barcha shu tomonga yuradi deb o'ylagan. Lekin Amir Temur qurultoyda qaror qilgan qarori bo'yicha emas, balkim boshqa yo'nalishda yurgan. Amir Temur katta qurultoyda yuzlab yoki 50-60 lab katta sarkarlari bilan bo'lgan yig'ilishda maqsadlarini aytgan. Lekin bu maqsadlar to'g'ri maqsad hisoblanmagan. Uning ichida dushmanlarning ayg'oqchilari, xufiyalari bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun Amir Temurning xos qurultoyi bo'lgan. Xos qurultoyda sanoqli bo'lgan, o'zining eng qadrli va yaqin kishilari bo'lgan. Ular bilan asl masalani, asl strategiyani, asl yurish yo'nalishlarini kelishib olganlar. Shuning uchun ham dushmanlar Amir Temur qachon qayerga yurayotganligini hech qachon bilmagan. Amir Temur qo'shinida harbiy flot ham bo'lgan, lekin harbiy flot borligi haqida manbalarda kam ma'lumot uchraydi. Kaspiy dengiz janubidagi qal'alardan birini egallash nihoyatda og'ir kechgan. Natijada Chorjoy va Termiz atrofida faoliyat ko'rsatayotgan, Amudaryoda xizmat qilayotgan kemachilarni Amir Temur zudlik bilan Kaspiy dengiziga kelishi haqida buyruq bergan. Bilamizki, o'sha davrda Amudaryo Kaspiy dengiziga quyilar edi va Amudaryoning oqimi bo'ylab barcha qayiqchilar Kaspiy dengiziga olib borilgan va Kaspiy dengizi janubidagi qal'ani dengiz tomonidan qamal qilgan. Ya'ni ikki tomondan, ham dengiz tomonidan ham quruqlik tomonidan o'rab olingan qal'a Amir Temurga taslim bo'lishga majbur bo'lgan. Usmoniy hukmdorlar, xususan Murod I va uning o'g'li Yildirim Boyazid tomonidan uzoq vaqt egallay olinmagan Izmir qal'asi Amir Temur tomonidan qisqa vaqtda 10 kun oralig'ida egallangan. Bu qal'a qanday joyda edi? Bosib olinish juda ham qiyin bo'lgan, strategik nuqtada joylashganligi uchun Usmoniylar uzoq vaqt bu qal'ani egallay olmaganlar. Izmir qal'asini bir qismi quruqlikka tutashgan bo'lib, quruqlikka tutashgan qismi xandaq bilan, ariq bilan muhofaza qilingan va uning atroflari baland devorlar bilan o'rab olingan edi. Shuning uchun bu qal'aga faqatgina bir tomondangina kirish mumkin va nihoyatda xavfli edi hududdan kirish. Shuning uchun Amir Temur o'sha hududdagi barcha yog'ochlarni yig'dirgan va yog'ochlarni 1 kilometr masofaga Izmir qal'asining devorlariga tagiga qadar bir-biriga mustahkam, o'ziga xos jonli ko'prik qilib mustahkamlagan va ustida tuproq yoydirib quruqlik hosil qilgan. Va mana shu quruqlik ustidan otlari o'tib Izmir qal'asini osonlik bilan bosib olgan.